Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Shahar uchun ideal variant tayyorlab qo'ydik sizlarga GLE SUV 5 Bu mashinamizni shaharga ideal deyotganimiz sababi rasxodi kam, undan tashqari yumshoq, o'sha 6.3 drayvini beradi. Obzorni boshladik. Hurmatli obunachilar, optikasiga, faralarga ahamiyat berib o'tamiz. Bu mashinamizda restyling, o'zgarish berilgan, juda go'zal faralari, выхлопной sistemalari AMG, 4 ta глушитель, ovozni ham eshitib ko'ramiz. Salonimizga xush kelibsiz, hurmatli obunachilar. Mercedesda tan olish kerak, lekin premialniy klassligini bildirib turadi. Eng qimmat materialni ishlatishini, texnologiyasi kuchliligini. Tez drive sekin boshlaymiz. Ko'p odamlar aytayapti, nimaga tez drive qilmayapsiz deb. Mana bismillah deb sekin boshladi o'zi ham. Motorimizni eslatib o'tamiz. 3 litrli motor, 435 ta ot kuchi bo'ladi. Har bir shu ot bildiryapti o'zining kuchini. Toylanib kuchisi ham bo'ladi. Mashina svejiy, yangi. Tomlarimiz Alcantara, Abagrev, Abduf, undan tashqari AMG sideniyalarimiz ham juda udobniy. Bu mashinamizning pnevmasi bor, off-road paketi bor. Eslatib o'tamiz, juda yumshoq yuribdi shu uchun. Men bundan oldin 6.3 da yurdim, lekin bunaqa yumshoq yurmadi. Keyin buni eng katta plusi buni rasxod benzini kam, 3 litrli motor bo'lgani uchun. Narxiga keladigan bo'lsak, 149 ming qo'ydim. Mashinamiz почти yangi, 700 kilometr yurgan, yili 24. Shuni GLE kupelarini 172 dan sotdim. To'g'ri, ular kupe edi, lekin ular koreys edi. Bu amerikanец. Shuning uchun bemalol kelib, ko'rib, o'tirib, minib ko'rsanglar bo'ladi. Obzor yoqqan degan umidda biza. E'tibor uchun rahmat.